Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'ryapti-qandu. Her bayısını pek obdan bilimen. Çeçeni parkırtıp tanışıp algının bilen insaf yok senlerde. Anam meni, dadam meni, nemişka arzulaptı ki, menin bunda bularımı, nemişka oylamaptı ki. Qizning uzun ipek ko'ngligiga qarab, yulduzning yuragi qartida qilib qoldi. Bu uning heliqi ko'ngligi sho'g'i. Uydan chiqadigan chaqda elib elishga ulgurolmagan. Qiz lop qilib orqasiga qaradi. Ularning ko'zlari uchrashdi. Yulduzning oldida singlisi Qunduz turardi. Shunda uning oldida turg'ini boshqa biri emas, dal singlisi Qunduz edi. Uningga yakshari qiyib qolgandek. Quyosh orbitasidan chiqib ketgandek tuyuldi. Vujudidagi barliq qiyni miyasiga qo'yilib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Bir necha minutgacha uning ko'ngli ekranida qorong'u zulmat, bo'shliq hukm surdi. Keyin televizor ekraniga o'xshash har xil ranglar lop-lop chaqnashga boshladi. Uning xayoliga kelgan tunji orzu Qunduzning chechidan. Ashu qop-qora chochlardan to'lg'ab tutib olib, so'rab uyga akitish bo'ldi. Ammo unda qila olmadi. Chiroyi sarg'ayib, chiliq-chiliq tarlab ketdi. Put-qo'lini midirtishga, hatto gap qilishga mag'duri yetmadi. Uning ko'ngil aromi buzildi. Quloq tuyidan singlisining echinishli ovozi ketmaydi. Bu ovoz kechalari uni yotgan yeridan qo'pirib etdi. Sarangdek u yoqdan bu yoqqa mo'ndiratdi. Ichini qon sardabga to'ldiratdi. Jinim hada, meni bu yerdan qo'g'lima. Men bu yerdan ayrilsam, Aqtamakidan ayrilsam o'laman jinim hada. Men bu yerga amalni yo'qidan keldim. Qandoq o'rganding, nerdan topding demsan? Hali savolishim batdog'u, semiz, oq yuzlik, cho'ng qizlardek yasinib yurdigan. Bir kuni uyiga boshlab bordi. Oqlari, ochlari oshun chekkidikan. Bizga mi chektirdi? Keyin chekmasam turolmaydigan bo'lib qoldim. Ulardan so'rasam, senmi o'zing tepib chek deb bermaydigan bo'ldi. Chidamay yolvursam, aksi men bilan bir kech qo'nsam, ondan beraman dedi. Chidayolmadim, faqat chidayolmadim jinimada. Shu ma'qul dedim. Keyin u ishkirga ketdi. Ketadigan chog'da meni Farhodga tanishtirib qo'ydi jinimada. Men bilan qarang bo'lmasin. Bo'lmasa o'lib olman, o'lib tugishiman. Keyingi kunlarda Farhod bilan Qunduz qahvaxonaga kelmas bo'ldi. Ammo u ularning heliqi uyda ishganligini bilardi. Sagik vaqtlarida singlisini ularning qo'lidan qutqizishni, Farhoddan o'ch elishning planini tuzib o'tdi. Bir kuni qahvaxonaga esil palto, shlap kiygan, qimmatbaho kichik chamadon ko'tarib olgan ishga yosh er kishi kirib keldi. Yulduz ularning Ahmadga Aqtamaki bormi aka? Bo'lsa ko'proq setib olabdiq. Devatqonligini anglab qoldi. Birining so'l cheksida qo'noqdek qora mengi bor edi. Ahmad ularga ishonmadi bo'lg'ay ularni. Nima u Aqtamaki degan? Nim qildigan narsa u? Bo'lsa bizga ko'rsatib qo'ygan, qandoq chekishni o'rgatib qo'ymamsizlar? deb o'yin chaqchoq masxara bilan yo'lga soldi. Bir necha kunlardan keyin Turqidan Janubiy Shinjonlik o'qachidek ko'rinadigan.
Soqollari o'sik bir kishi kirib keldi. U Ahmad bilan paranglashayotganda Nigar o'ltirganlarning oldiga kelib, "Qo'linglarga tamoqlarni tiqinglar" deb kusurladi. Yulduz shu chaqdala ishtik beshini ko'tarib kelgan kishiga qaradi. Qaradi-yu cho'chib ketdi. U odamning so'l chekisidagi qo'noqdek qaramangni u o'tgan kuni kirgan katta yasnab olgan kishidimi ko'rgan edi u. O'xshab qilishi mumkinmi? Yo'q. Muncha valla o'xshashi mumkin emas. Uning ustiga qosh ko'zlarimi o'xshab turmamdi. Demak, Yulduzning yuragi do'pildab so'qib ketdi. U qo'llarining titrayotganligini chandırib qo'ymaslik uchun paltosini quchoqlab ko'tarib sirtqa qarab mangdi. "Texa baldirg'u nagmangdi?" deb so'radi Nigar uningdan ajablangan qiyofatda. Sirtqa chiqib sagab kiray." U neriroq berib cho'ng ko'chaning qorong'u do'qmushida saqlashga boshladi. So'g'uqdan, qo'rqinishdan, hayajondan g'il-g'il titrab tishlari qasildab ketayotdi. Sal nerida qilin muz tutib ketgan yo'nda ozgilining atrofida yo'g'on bir ish aylanib yuradi. U xuddi Yulduzning alohida bir ish qilmoqchi ekanligini sezgandek beshini ko'tarib uning gumon bilan qarab qo'yadi. Yiroqdan soqolli kishining qarasi ko'rindi. Yaqinlab kelganda Yulduzga shubha bilan tikilib qaradi. Yulduz gap qilmoqchi bo'lib og'zini o'malladi-yu, tishlari qasildab og'zidan gap chiqmadi. Ikkinchi qitim varqirmoqchi bo'lgandek kuchab og'zini yo'g'on ochdi. Biroq ovozining shuncha zaif, titrab chiqayotganiga hayron qoldi. To'xtab turing, siz izlamoqchi bo'lgan narsaning nerdaligini men bilaman. Er kishi birdila to'xtab qoldi. Yulduz titrganicha uningga nurg'un gap qildi. Gaplari zadali qo'lashmaydi. Xuddi shundoq titrganicha, tishlarini qasildatganicha u kishini nurg'un qorong'u ko'chlardan boshlab mengib, sirtidan qaraganda oddiy, vayrona ko'rinadigan heliqi uyning oldiga boshlab bordi. Soqolliq odam uning "Men bilan qayting. Hayotingizning xavfga uchrashi mumkin. Men sizni qo'g'dayman" degan edi. Yulduz unimadi. U o'sha uyning atrofida cho'rgilab yurdi. 2 soatlardan keyin bu uyni bir to'p soqchi qo'rshib oldi. Ular Farhodni, uning og'inlarini, Qunduzni qo'liga ko'zi selib aketdi. Yulduz eshik oldida uzoq o'ltirdi. Shu topda qahvaxonaning kuli ko'kka so'rildi. Endi uning boradigan yeri qolmadi. Uning uyi opsi bor edi. U uyga qaytsa bo'lmasmi? Yo'q. Nima deb qaytdi? Singlimni tutib berdim debmi? Onasi uni tushunmaydi ham kechirmaydi. Oliyami yo'q. Uni tutib ketishdi. Uning Yulduzning kasofatidan. Biroq uning ko'ngli nemishqidir orom tepib, tinchilib qoldi. U uzoq vaqtlardan buyon ko'rilmagan oromlik edi. U uyining oldiga qandoq kelib qoldikina? Ana, uning uyi. O'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan uy uningga har qachonqidan xaroba, miskin ko'rindi. Bechora sho'rliq opsi. 2 qiz tug'ib, ming bir jafoda nini orzular bilan beqib, qizlarining jafosi, xo'rliq haqoratidan boshqani ko'rmagan opsi. Azob uqubatdan, mehnatdan herib holi qolmagan opsi, dadisining ruhi kezib yurgan o'sha uyda uxlayotdi. U tuzliq, ochiq ko'z yoshlarini yutib, uyini agib o'tib ketdi. U nega ketyapti? Daryo bo'yig'imi? U yerga nemishqa boradi. Uning o'lib olg'isi yo'q. Qaytadan bir yashab boqqisi. Singlisini oqlab erkinlikka ochiqqisi. Uyiga qaytqusi bor. U yanada daryo bo'yiga qarab ketyapti. U yer uning eng go'zal astaliklari bilan bog'langan. Ana cho'nko'rk. U palampaydan o'tib, muzdek po'lat salasini qo'llari bilan siladi. Xuddi o'sha kuni Anvar yo'linib turgandek yo'linib, pastda shiddat bilan eqiyotgan suvga qaramoqchi bo'ldi. Daryo ustini bir qavat muz qoplab turibdi. Biroq
Onun putlari orqali vujudiga tarqalayotgan bir sezim muz ostidagi to'xtamas ulug' harakatdan derak berib turadi. Yiroqdan motosiklet ovozi anglandi. Shundala u beshini ko'tarib qor yig'ayotganligini sezdi. Qachondir untinsiz yig'ishga boshlagan qor atrofni obdalla oqartgan edi. U paltosiga mahkam o'rinib, lapildab yig'ayotgan qor ushqunlariga qarab turdi. Qor ushqunlari uning chochlariga, qosh kirpiklariga, mo'risiga qo'natdi. U midir-sidir qilmaydi. Kirpiklarini midirlatmaydi. Shu turqida go'yo tangdasiz go'zal kristal haykalga o'xshaydi. Motosiklet ovozi borgan sari yaqinlashdi. Kayni-kaynidan sat ovoz chiqarib to'xtadi. Üç kishi boshlaridan sulyo qalpoqlarini elishib, yulduz tarafga yaqinlab kelishga boshladi. Yulduz qilchi qo'rqmadi. U ularning chiroyini bugungidek ochiq ko'rib boqmagan edi. Ularga sal ajablangandek qarab turadi. Qor lapildab yog'moqda edi. Bu yil qish qor haqiqatan ko'p yog'di. İki kecha kunduz to'xtamay yoqqan qor xuddi qalin mamuq yopiqdek yer jahonni qopladi. Nurg'un narsalar uning ostida qoldi. Bo'libmi, ishplos, o'ng'il-do'ng'il ko'chalar birdilla pokizlashib, kangirib, go'zallashib qolgandek ko'rindi. Amaliyotda munch ko'p qor bu ko'chalardagi kishilar uchun ovorchilik ortiqcha edi. Aslida tor ko'chalar, qo'rular qormuz dövüsü bilan texmi torlishib ketadi. Sahar uyg'ongan Gulsumxon bir tishlamnon bilan zo'r-zo'r nashta qilib elib, qo'runi eshik oldini tozaladi. Belgirchak bilan supurgini ko'mirxonaga akirib qo'yib, tommashning yonida so'zilib olg'ach xiyolga cho'kib ketdi. Uning ahvoli kundan kunga og'irlashib ketyapti. Kichikini ish qilsa yuragi eg'ib, put qo'lida jon qolmaydi. O'zining holi shunchalik bo'lg'ach, uylarning tomlaridan to'pi to'kilib turadigan. Hamili bulunglardan tomchi o'tadigan bo'lib ketdi. Buning nima amal? Eri rahmatlik bo'lgan bo'lsa, uylarni necha qitimdan yostib bo'lgan bo'ladi. O'g'zidagi qorlarmi vaqti-vaqtida tozalanib turadi. Qizlarimi umu bugungi holga tushib qolmasdi. Kechicha tushib buzilib, ko'ngli o'yib chiqdi. Yulduz uzun, oppoq ko'ylak kiyib o'zi yolg'iz usul o'ynab yuribdi-dek. Rahmatlik eri mashinam buzilib qilib yarim yo'ldan yenib keldim deb uyga kirib kelayotgandek. Uningdan ranjib, qizlarimni san topshirgan edim. Qiyni qizlarim, sen ularni nima qilding deb so'rayotgandek. Shu topda qizlari nadikin? Nima kunlarni ko'ryotdi-dekin? Nemishqa uning qizlari mundaq sho'rpeshona chiqib qoldi, ha? Gulsumxon ularni osh-to'q qolmasin, dadasizlikqa chenib qolmasin deb kech-kechlab ballarini ololmay qolgudek ishlagan edi. Shu ikkisini odam qilib qatorga qo'shishdan boshqani o'ylamagan edi. Ajaba, u biror ishni xato qilib qo'ydimi yoki chala qo'ydimi? U onalik majburiyatini to'liq ado qila olmadimi? U qo'ru ishkining taraqlagan ovozini anglab, erinchaklik bilan o'rnidan turdi. Ishikning oldiga kelib ehtiyot bilan "Kim? Kim?" deb tovladi. Ishikni echibla "Gulsumxonada? Men Anvar" degan javobni anglab, birdili tipirlab nima qilarini bilmay qoldi. U Anvarning yodab tunug'siz bo'lib ketgan. Sunuq chiroyiga qarab demakchi bo'lgan gaplarni qila olmadi. Faqat muloyimlik bilan "Uzun bo'ldi sizni ko'rmadik. Bir yey berib keldingizmi, bolam?" Bir necha oydan beri ishkirda bo'ldim. Enim shu yoqlarga ketib, deriki bo'lmay qolgan edi. Tepib qaytib akilay deb berib, qaytib kelolmay o'sha yot yurtga dengiz bo'yiga ko'mib qo'yib. U esa deb gapini davomlashtira olmadi. Beshini tuvan silib, ko'z yoshlarini yoshirmoqchi bo'ldi. "Voy tovanim deydigansiz bolam. Shunda qismi bo'ldimi? Nima bo'ldi?" Ukam ikki og'aynis bilan bir xo'jayinga yolinib ishkirga beribdi. Xo'jayinning qo'l ostida 20-30 shogird bola bor ekan. Hammasi o'g'irlik qilib, topgan pulning ko'p qismini xo'jayinga topshirdi ekan.
Xo'jayin ularni qimog'i silib, xiroyinga o'kitib qarzga bo'g'ib qo'yib, xohlagancha ish qiladi ekan. Mening ukam shu xiroyin deydigan narsaga bak berilib ketib, ko'p qarzga bo'g'ilib qolgan ekan. Bir kuni xo'jayinning puli yo'qolib ketibdi. Xo'jayin inimdan gumon qilib, odam boshlab kelib uni tutib ketibdi. Esib qo'yib, badaniga pichoq tiqib qiynabdi. Men bo'lsam bir eski uyda pulni men olmadim. Xush bo'lib ketay, meni o'rmonlar deb varqlab joylab yetibdi ekan. Meni tunimidi. Doktorxonaga akitib olsam, yo'lda. Voy qandoq qilay, mening qizlarim nalarda? Kimlarning qo'lida xorilinib yurdigandu? Nima kunlarni ko'rib o'tadigandu? Nima? Yulduzlar bir yoqqa ketganmidi? Sizning menga o'xshash tadingiz borkan bolam. Sizni nemisini yoshiray? Bolam yulduzmi, qunduzmi uyni tashlab chiqib ketgan. Bir necha oy bo'lib qoldi. Ba'zilar ularni qahvaxonalarda eski odamlarning keynida ko'ribdi. Ojiz jinim bilan men ularni izlab topolmaydi ekanman. İzlab topsam qaytirib akilalandiman. Mening holimni ko'rdingiz. Shu ikkisining dardida jinim oz qoldi. Ularni ko'rolmay bir kechasi jimjimni o'lib qolamanmikin deb qo'rqaman. Andish qilmaslar Gulsumxonada. Ularni men izlayman. Izlab tepib, uyga qaytirib akilaman. Bu bir necha jarayonda da'vo ishi bilan bo'lib xeyli ko'zim ichilib qoldi. Zarur tepilsa, qonunga murojaat qilamiz tehi. Oradan 2 hafta o'tib, Andar bu mahallaga yana bir qitim kelgandi. Gulsumxonning qo'shnilari Gulsumxonning bir necha kun ilgari tuyuqsiz jon o'zganligini, uni jamoat ega bo'lib, yerlikida qo'yganligini so'zlab berishdi. Anvar rahmatlikka qizlarining izdirigini, Yulduzning yo'qolib ketganini, Qunduzning amgak bilan o'zgartish o'rniga avatilganligini, uning u yerda 3 yil turdiganligini aytolmadi. U tomlari o'ltirishib, qiyisib qolgan g'eyribona qo'rug'i uzoq qarab turdi. Texi yozdala ov deriza davomli ochiq turadi. U yerdan kiyim tikish mashinasining shildirlagan ovozi uzilmaydi. Gulsumxon bilan Yulduz shu kichik uyda o'ltirib yangi ish qilishadi. Yana bir uydan Qunduz bilan uning do'stlarining shod kulgilari, naqshlari anglanib turadi. Bir necha oy ichida hamma vayron bo'ldi. Bir uylik 3 jonning o'ligini o'ldi. Yetgini yetdi. Hayot qolg'ini amgak bilan o'zgartishga akitildi. Dunyoda nima uchun mundaq baxtsizliklar yuz beradi? Yulduz bilan Qunduz baxtli yashashga haqli emasmidi? Uning sho'q, omoq inisimu oliy maktablarda o'qishi, uzoq yil yashashi kerak edi. Yana u ichkirda ko'rgan nurg'un yoshlar, qahvaxonalarda, kinoxona, mehmonxonalarning atrofida, sirliq orqa ko'chalarda tamtirib yuradigan nurg'un yoshlarmu odamdek yashashi kerak edi. Anvarning mushlari jim tugildi. Uning varqirab jarqirg'usi, yig'lug'usi, chin yepiqliq eshiklarni mushlab echib, odamlarga ko'nglidagi gaplarning hammasini davolg'usi keldi. Har kuni yurakni ilitadigan yangi orzu umidlar bilan to'lgan yangi tong otdi. Kechining yiqilishiga agishib, bu orzu umidlar xiyoliy ko'langidak. Tumondek erishga, yo'qolishga boshlaydi. Yana qorong'u kecha, tugumas yomon tushlar boshlanadi. Bu kechining yomon tushlarining bosh oxiri yo'qdek bilinadi. Ammo ufuqdan tarqagan holrang yo'rg'uqda erishga, xiyoliy ko'langidak tumondek yo'qolishga boshlaydi. Umid bilan to'lgan kunlar, tugumas vahimali kechalardan taloylari o'tib ketdi. Anvarning qalbidagi umid o'lmadi. U yig'ilish o'rinlariga, doktorxonalarga, ezib-tezib qolgan ayollar boradigan gumonliq yerlarga bordi. Yulduzning izdirigi yo'q edi. O'z vaqtida u Yulduz bilan ko'rishmay ketib qolmagan. Hech bo'lmasa, ichkirga berib biror parcha xat yezivatgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ammo u kunlarda uning o'zimi qayg'u hasratdan beshini ko'tarolmay qolgan edi.
Shundaqdimi, u yulduzni bir kunmi unutib qolgani yo'q. U heli bo'lsa-mu yulduzni izlab topadi. Uningga mushularni aytadi. Uningga yana nurg'un gaplarni qiladi. Biroq yulduz qayerlarda yurdigandi? Gulsumxon aytgandek, bir kimlarning oldida xorlanib, qiyqilib so'qilib yuramdigandi. U paltosining yoqasini qo'yib, sal dugdiyib, ishtik menib ketdi. Ana ko'rk. Uning ustida kiyimlari ko'na, chiroyi chiparqutdek qo'rilib ketgan bir bechora panda jo'rgilab yurdi. U bugun mumas bo'lsa kerak. U oxiri bir kuni mush yerda to'nglab o'ldi. Anvar oldingi qitim yulduzni izlab mush yerga kelganda uni uchratgan. Uning bilan paranglashgan. U Anvarga davomliq o'zi yolg'iz mush yerga keladigan bir qiz bolani tuniydiganligini, uning uyidan qochib chiqqanligini, oxirgi qitim uning ko'rikda turganligini, bir necha er kishining uni mototsiklga tortib aketganligini ko'rganini aytib bergan edi. Shuningdan keyin u mototsikllarga zan qo'yib yurdi. Ashu mototsikletlar uning ko'z oldida turardi. Ularni hamon bir kuni tunib oladiganligiga ishonadi. Yana qor yig'ishga boshladi. Anvarning qalbida bir parcha o't kuyib-yotdi. U enisini, sochlarini bir tal qilib bo'g'ib olgan. Ko'zlaridan, inchki bo'yinlaridan bolaligi, go'dakligi chiqib turadigan. Ishki mag'zi yosh bilan hullangan qunduzni o'yladi. U qunduzni tashlab etmaslik, qandoqli qilib bo'lmasin, uni hadisiga o'xshash oqibatdan saqlab qolish qaroriga keldi. Biroq uning kuchi yetarmikan? Cheqir ko'z Farhod tutilib 10 kundan keyinla gunohsiz deb qo'yib berildi. Nigar oran 1 yillik amgak bilan o'zgartirishga hukm qilindi. Amgak bilan o'zgartish o'rnida teg'i ifodasi yaxshi deb qaralib, amgakka qatnashmay issiq kichik uyda o'ltirib darvozaga qarab o'tdi. Jamiyatda yana teg'i nurg'un Nigar, Ahmad, Farhodlar. Ularning orqa teraklari bor. Biroq ularga qarshi turdiganlar, ulardan nafratlanadiganlar, ular bilan jon tikib kurash qilayotganlar texmi ko'p. Ularning jamiyatga keltirayotgan ziynini tunib yetgancha, butun jamiyat, hamma odam qo'zg'ilib sapga otlanadigan kunlar keladi texi. U nimanidir izlagandek, nimanidir kutayotgandek, qor uchqunlari bilan to'lgan poyonsiz bo'shliqqa tikildi. Qor hech to'xtaydigandek emas edi. Orbita. Men kim? Nereden kelgan? Manzilim qayer? Bularni bilmayman. O'tmish men uchun bosh uchi, cheki yo'q qorong'uliq. Bir yilning hamma chog'larida atrof illiq. Nam tuproqning ham biqsirayotgan dal-daraq o't-cho'plarning chuchumal purqiga to'lganda, hamma yoqni quyuq yeshillik qoplaganda, yo'llarni va yalang'och daraxtlarni qilin qor bosgan chog'larda men sanatoriyaning jimjit yo'llarida soatlab o'ylanaman. Menib charchaganda qiyri qor yog'ish tuvidagi yo'lanchuklik o'rindiqda o'ltiraman. Oldimda yo'chin bir dunyo so'zilib yotdi. O'sha kunimu yot bir uyning balkonidan tushdikidek yo'chin manzaraga qarab turganligim esimda. Bir-biriga shu qadar o'xshab ketadigan surlik binolar. Binolarning orasidagi parcha-parcha gulliklar. Taraf-tarafga so'zilgan yo'llar. Negadir oldirishib ketayotgan odamlar. Yiroq bir yerda eshik chekildi. Eshikni ochdim. Oldimda qaddi qomatlik, ammo yot bir er kishi turdi. Qo'lida sumka. Xuddi o'z uyiga kirgandek kirib kelyotdi. Birini izlamsiz? Men oldiga o'tib so'radim. U menga g'alati bir qarab qo'yib yondab o'tib ketdi. Men uni yana to'sib oldim. Siz kim bo'lasiz? Nima ishingiz bor? Er kishi menga diqqat bilan qaradi. Sal masxir orlash astoydil qiyofatda. Osiya, chaqchaq qilyapsan?
Yarasılı ilişip kaldın mı? Asiye? Asiye degan kim? Onu tanımayman. Sizni mi tanımayman? Siz chiqib ketding. Chiqqan bo'lsa sallichaq. Bu mening uyim. Men birdilla atrofga esimkirab qaradim. Yugurib uylarga kirib chiqdim. Bu shunchalik yo'jun, men azaldan ko'rmagan uylar-ku. Men kim? Bu qayya? Men birdilla ho'ngrab yig'lab etdim. Kepenekdek rangdor lenti chikkan kichik bir qiz kirib keldi. Qo'llarimni tortdi, yoshlarimni surtdi. Men uni tanımadım. Men o'rnimdan turib chiqib ketmoqchi bo'lib edim. Qizchaq menga eslab oldi. Men g'angirab qoldim. Boyatdan bir chetda chekchib qarab turgan er kishi menga varqiradi. Asiya! Saranlik qilma. Bu yoqqa kel. Bu sening qizingga tanıyamayapsan? Yolg'on. Men bu qiz bolani tanımayman. Sizni mi tanımayman? Men bu yerga qanday kelib qolgandiman? Asiya, bu yoqqa kel. Karvat git birden uxlab ol. Bek charchab ketgan o'xshaysan. Uxlasan yaxshi bo'lib qolsa uxlab ol deyman. Qandaqlarcha uxlab qoldimkin, ko'zimni ochsam uy ichi yo'jun odamlar bilan to'lib ketibdi. Oq xalat kiyib olgan bir er bilan bir ayol mendan to'xtamay savol so'radi. Men azaldan ko'rmagan bir muncha er ayollarni. Bolalarni ko'zitib, bularni tanimsiz dedi. Tanımayman. Men tanımayman. Sizlar meni qiynamanglar. Men yana ho'ngrab yig'lab etdim. İsmingiz nima? Siz qayerdan bo'lasiz? Bu yerdami davomli shundoq deb so'rashdi. Nimalarnidir eslashga uringanimda men ham xuddi ichiga son-sanoqsiz yengna qushlar to'lib ketgandek g'ung'ildaydi. Yengna qushlarning pildirlab turgan suzuk qanotlari go'yo sonsiz savol belgilariga o'xshaydi. Xiyolimda o'sha qanotlarni tutib ololsamla hamma ish oydinlashadi. Hammani asliyalayman deb o'ylayman. Tutmoqchi bo'laman, ammo tutolmayman. Ayol doktor menga tovar yog'liqqa o'ralgan qilin bir xotirni berdi. Buni o'qib ko'ring, oxirgacha o'qing. Uningki ishlarni aslab beqing. Balkim siz biladigan ishlardir. Men tushdan keyin zerikish ichida asnab o'ltirib xotirni ochdim. Xotirning beshidagi batlari yirtilib ketgan edi. Qolgan batlari emir-chimir xatlar bilan to'shqan. Oy kuni yezilmaganiga qaraganda kundalik xotirga o'xshashmaydi. Men xotiridagi notunish pochirkada yezilgan xatlarni oldirmay o'qishga boshladim. Kecha qimmatbaholiq zumrad marjinim to'kilib ketib tushabdi. Muzdek sovuq, parqiraq qimmatli toshlar bo'ynim, bilaklarim va etikimdan siyrilib tushib, nalargadir do'mlab ketibdi. Ming tasdi terib olgan bir necha tal marjonni qo'limda tutqunimcha qopdiman. Yuragim etishgan holda aloqzada bo'lib uyg'onib ketganimda azaldan zumrad marjinimning bo'lmaganidan mamnun bo'ldim. Bu balkim oqshom ko'rgan televiziya teatrining menimda qoldirgan ta'siri bo'lsa kerak. Amerikalik cho'ng zardarning umriq ayoli eri elib bergan zumrad marjonni setib, ilgirgi oshnasiga yordam qiladi. Eri uning ishini sezib qilib, marjonni surishti qilganda u qattiq dakki ichida qoldi. Men azaldan zumrad marjon taqib boqmagan. Mening zardar erimmi, oshnammi yo'q. Tush degan ajoyib narsa. Bu tushimni qo'shnam ham xizmatdashim Saodatga aytib bergan edim. U turib ketib, "Darhol sadiqa berib eting. 7 tal pochkal silib, birar divoniga ochiqib bering. Singlimning uyi buzildigan chaqda sizdek mushundaq tush ko'ribdi ekan", dedi. O'z taqdirimning 7 tal pochkalga bog'liq ekanligiga ishonmasam-mu, Saodatning aytganini qildim. "Eringizni changroq tuting, jumuxinim. Oqshomlar bir yala yolg'iz bog'il qo'ymang. Pamiz bo'lmaydigan yalaga billi bering. O'ltirsdan o'ltirib, qo'psdan qo'pib ko'zdan neri qilmang. Bu arlardigu insof qilmadi, xotin haqdimi insof qilmadi." Uning mundaq so'zlariga masxira orlash hasratlik kulaman. U mening uni emas, o'zimni masxir qilayotganligimni bilmaydi. Balkim menmi uni tushunmaydigandiman. Inson degan shundoq narsa. Biri uchun mangu tepishmoq.
Men to'y qilgan kechisi erimning ilgirki söygeni zahar ichib o'lib olgan edi. Ashu fojia mening baxtsiz taqdirimning boshlanishi bo'ldi. Har kuni erim bilan bolalarim uyquga ketganda uylarni besiq turib bo'lib, chiroqni o'chirayotganimda uyning bo'lug'ida bir jup alamlik ko'zni ko'raman. Kechalari ushtum tut uyg'onib ketsam, qorong'u, jimjit uy ichida birining shipirlab mongan tevishini. Eshiklarning bilinar-bilinmas ichilib yepilganligini anglayman. Erim horoq ichib olgan chog'larda, "Sen mening hayotimni vayron qilding. Nima qarbisib sen bilan tulishib qolgan bo'g'itdim kintang?" deydi. Menmi uningga, "Meningchi, mening hayotimni kim vayron qildi? Menmi sana tegiman deb cho'pishib olmagandiman?" deydi. U bizning o'tirimizdagi mangu oyog'i chiqmaydigan da'vo. U meni, ota-onamni 70 pushtimni qo'ymay tillab qarg'aydi. Tillab qarg'anda udul kelgan yerga o'zini tashlab xurildab uyquga ketdi. Men qop-qorong'u to'risga qarab yetib, tartgan hamma xo'rliqlarimning dardini ko'zimdan olaman. Mundaq chaqlarda go'yo mehribon, japokesh onam yenimga kelgandek. Chok-chok yerilib ketgan qo'llari bilan sochlarimni silab turib, "Sabr qil qizim. Ular degan haq. Biz bo'lsa xotin kishi. Bizning peshonimizga putilgini sabr qanoat. Sabr qilsang, g'o'ridan halva pishidi" deyishidi. Devatqinini anglagandek bo'laman. Shundoq. Xotin kishining peshonasiga putilgini sabr qanoat. Sabr qanoatchan xotin kishi baxt saodatlik bo'ladi. Har qitim onam ochiq yomon dadamdan tayoq yeb o'rnidan turolmagudek holga tushib qolganda, cho'ng onam bu so'zni og'zidan tushirmaydi. Onam har kuni tomoqni pishirib, qoch-quchlarni tayyor qilib qo'yib, paygohga o'tib yerga qarab turadi. Qozon beshig'i cho'ng onam o'tib, oldi bilan yo'g'on gardanchiniga dadamga otib tomoq qusatdi. Dadam usqan tomoqning yuzida moylari porqirab turadi. Ikkinchi qochini o'ziga. Uningdan keyin ikki enimga, cho'ng ochamga, kichik ochamga, menga, singlimga, eng oxirida onamga usatdi. Ko'pincha vaqtlarda onamga oshning suyili qoladi. U untinsiz oshxonaga kirib ketib, to'xta beshidan bir parcha zahrinon oladi-da, oshning suyiga chilab yeyishga boshlaydi. Mundaq chaqlarda cho'ng onamning g'udirib jimlashlariga qaramay, "Ana, bu oshni ichib bo'lolmag'dekman, sana yermini bo'lib beray" deydim. Onam zodila unumaydi. Ba'zida ko'nglimni qoldirmaslik uchun bir ikki qo'shiq bo'libmi oladi. Onam dadamdan ayminib, oshxonadagi yirtiq bo'rining ustida o'ltirib tomoq yeydi. Men uning dadam bilan echilib-yeyilib paranglashib boqqanini, dadam bilan billa bir yoqlarga chiqqanini zodila ko'rib boqmagan edim. Atdegandagi vaqt bir kunlik turmushimizdagi eng oldirash vaqt. Oqshimi televizorning oldida uzoq o'ltirib, uyqusi qolmagan bolalarim atdigalik chayini ichib maktabga monqucha uyda qiyomat qoyim bo'lg'ili tasliq qoladi. Bolalarimdan keyin erim ma'lum. Men eng oxirda qolaman. To'xtamay soatimga qarag'ach, qoch-qushlarni yig'ishtirib yetib, aynakning oldiga kelib sochlarimni neri-beri tarayman. Aynakdagi yodong'u, horg'in chiroy, budur qilingan shalong sochlarni orqasidan bir tal qilib bo'g'ib olgan ayol men uningga qarab ichimda deyman. Qo'piqiga ostuli surma surib olgan bo'lsa, ko'zlari buncha nursiz ko'rinmasdi. Ikki mag'zi bilan lavlarda bilinar-bilinmas qizillik bo'lgan bo'lsa, balkim. Biroq soat istirilkisining bag'ri toshliq bilan 7 yerimni ko'rsatib turganini ko'rib, hech nimaga qaramay so'mkamni qo'limga olaman. Eshikni sirtdan taqavatganimda udul qo'shnamning eshigimi ochiladi. Ikkimiz yuz do'qirishib qolmasaqla salomlashmaymiz. Qavatlik bino deganda har bir uy o'z oldiga bir kichik dunyo. Bir dunyo yana bir dunyosizmi cho'rgilaverdi. Sirtqa chiqib, ishqi ketayotgan odamlarning oldirash iqiniga qo'shilib ketaman.
Yo'lning ikki tarafida xuddi bir qilibda qo'yilgandek bir-biriga o'xshab ketadigan 6 qavatli binolar qator qad ko'tarib turdi. Sarangi qepiga o'xshab ketadigan bu uylarda bir kim o'llikrak o'tilsa, butun bino anglaydi. Er-xotin urushib qolsa, ularning jediliga binodagi hamma odam guvohchi bo'ladi. Ishqi berish, ishdan tushish, televizor ko'rish, uxlash. Bu binolarda o'ltiradigan hammamizning turmush tartibi. Kunlar, oylar, yillar, toki biz muhasi tayoqqa tayinib asta aylanib yurishgan. Yo'lning chetida gazet o'qib o'ltirishgan ovu-buvaylar va ularning kasalchan mo'maylarning holiga tushib qolguncha shu tarzda o'tdi. Bu xil turmush tartibi hammamizda o'xshash turmush qarashi, o'xshash mijoz xarakter, o'xshash orzu-havaslarni yetildirgan. Birari uyiga bir xil jihoz setib olsa, atsila hamma uylarda bu xil jihoz paydo bo'ladi. Birer ayol yangi pasulliq kiyim-kechak yoki oltin sunnar setib olsa, atsila hamma ayollar tang setib olmay qolmaydi. Buguni bir ayol balkonga parda tarsa, atsi butun balkonlarga rengarang pardalar tortilib ketadi. Barxan seri ko'payayotgan ham barxan seri qulaylashayotgan qavatlik uylar texicha kishilarning ehtiyojini, tashnaligini qondirib bo'laligini yo'q. Men doim yop-yeshil qarag'ayliqning o'ttirisiga joylashgan 2 qavatlik oppoq uyda oylanib yurib tushayman. Derizamning tuvida jiroz suvlarning sharqirashi anglanadi. Yiroqdan ustini qor qoplagan tangri teg'i ko'zga tashlanib turadi. Uyg'onib ketganimda uyim ko'zimga do'zaxdek ko'rinadi. Biroq tush degan baribir tush. Odam deganning davomli tush ichida yashashi mumkin emas. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Osiyada qulsiz omadlik jumusiz, biroq siz bu omadning qadriga yetmayapsiz. Agar mushu dunyoning bir burchagida meni o'ylaydigan, menga untinsiz baxt tilaydigan bir odam bo'ladigan bo'lsa, uning uchun borlig'imni qurbon qilgan bo'lardim. Men hargiz taqdirimga tandamayman. Qarab tur. Men tixi oliy maktabda o'qiyman. Cho'ng shaharlarda katta o'rinlarda ishlayman. Gapimga kulma. Amaldormi bo'lib qolandim tixi. Ablikimning kelganiga xafa bo'ldimmi nima? Undaq bo'lmasa biz bilan birga o'tiravera. Ablikim ishimiz bir-birimizga qarshi to'yishibmi bo'lgan? Shu chaqda sen nadili bo'lg'in, faqat haqi tegib olmasangni bo'ldi. Men seni izlab topaman. Meni cho'qim saqlab tur. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.